obunachilarni salom alaykum. Marhamat shohid agrotexnik videomizga turli xildagi 3 kilovatdan boshlanib akalar 50 kilovatgacha bo'lgan 220 va 380 stabilizatorlarimizga yetib keldi akalar. Hozir bilan to'liq obzor qilamiz. Sizlar bundan oldin kanalimizga bitta like bosasizlar, obuna bo'lsasizlar va kommentariy yozib omad so'z yozasizlaring. Albatta aytganlarimni ancha kamini qilib beramiz akalar. Unda boshladik. Birinchi o'rinda albatta aytib o'tamiz. 3 kilovatli mana ko'rishingiz mumkin. 3 kilovatli stabilizatorimiz sterilok ukunlik akalar, ko'rishingiz mumkin. Admotkalari misli bo'ladi akalar. Buning narxi qancha ukamligiga uchun narxi 1.800.000 so'm akalar. Bu keyingisi 5 kilovatli, bu ham 95 dan ko'tarib beradi. Bu ham sterilok firmasiga tegishli akalar. Buni narxi akalar 2 million so'm, albatta kami bor akalar. Keyingisi bu yoqda 10 kilovatli andeli va 10 kilovatli rotorlardan kelgan akalar, ko'rishingiz mumkin. 10 kilovatli andeli mana ichlar admotkalar 100% misli bo'ladi. Mana ichidan ko'rishingiz mumkin bemalol. Bu 110 dan ko'tarib beradi akalar, 250 gacha, ya'ni 250 dan 220 ga tushirib beradi akalar. Bu ham andeli xuddi shu mana. Bular narxi akalar 3 million so'm, albatta kami bor. Keyingisi ratoni 15 kilovatligi, ko'rishingiz mumkin akalar mana. Admotkalari farq qiladi, kattaroq bo'ladi admotkalari ancha. Buni narxi qancha ukamni deganlar uchun akalar, buni narxi 3.200.000 so'm. Keyingilari 15 kilovat hozir kattasidan mavjud akalar, ya'ni admotkalari kattasi mana. Admotkalari boshqa 10 kilovatliga nisbatan 2-3 barobar ancha katta bo'ladi. Tok ishlab chiqarish ham shunga nisbatan ancha yuqori bo'ladi akalar. Sifati ham ancha sifatli, bu 100% misli ko'rishingiz mumkin. Narxi qancha ukamni deganlar uchun narxi akalar $300, albatta kami bor. Bu yoqda 20 kilovatlilar ham bor. Mana 20 kilovatli 110 dan ko'tarib beradigan. Buni admotkalari 3 talik va katta admotkadan joylashgan bo'ladi. Bitta admotka va ikkita zapasni katta admotkadan qo'yilgan akalar. Narxi qancha ukamni deganlar uchun akalar, narxi $500, albatta kami bor. Keyingisi esa 80 dan ko'tarib beradi. Mana 250 dan tushirib beradi. Buni admotkalari shunday 3 talik va katta admotkadan bo'ladi. Narxi akalar $550, albatta kami bor. Keyingilari 30 kilovatli. 30 kilovatlini eng kattasi 80 dan ko'tarib beradigan bo'ladi akalar, ko'rishingiz mumkin. Admotkalari ham kattaroq bo'ladi ancha. Yana bunda ham 3 talik, ya'ni ikkita zapasli admotkalardan joylashgan akalar. Ichki sxemalar bemalol ko'rishingiz mumkin akalar mana. Buni narxi akalar $600, albatta kami bor. Bularning ham narxi xuddi shunday $580 akalar. Keyingisi 380 miz, ya'ni 280 dan 430 gacha ko'tarib beradi. Admotkalarni ko'rishingiz mumkin. O'ta katta va uchala admotkasi ham bir vaqtda ishlaydi akalar. Bitta, ikkita admotka o'rtada va uchinchi tepada admotka bo'ladi akalar. Buni narxi akalar $950, albatta kami bor. Keyingisi 40 kilovatli, 280 dan 300 430 gacha ko'tarib beradi. Mana buni admotkadan ko'rishingiz mumkin. 6 tali admotka bo'ladi akalar. Bir vaqtda 3 ta admotka ishlaydi va zaposni yana 3 ta admotka mavjud akalar. Ichki sxemalar bemalol ko'rishingiz mumkin akalar mana. Narxi qancha ukamni deganlar uchun akalar, narxi $1100 akalar. Keyingisi 50 kilovatli 280 dan 430 gacha, bu ham xuddi shunday. Buning farqi faqat ichidagi admotkalari narigi 240 kilovatlikka nisbatan ancha kattaroq bo'ladi akalar. Bunda ham 3 ta zapasli admotka bor akalar. Buning narxi $1300. Akalar, kimga xuddi shunday stabilizatorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida joylashgan akalar. Telefon nomerlar pastda 9 68 64. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Joningiz sog' bo'lsin, rahmat akalar. Obuna va like esdan chiqmasin.